Yaxshigina adashganga. Bo'ldi, tayyor. Qishloq butunlay olmos devorlar bilan o'raldi. Endi har xil tuzoqlarni o'rnatishimiz kerak. Arti, bu galgi qalamizga o'mbalik sistemada necha ball bergan bo'larding? Bu menimcha odat bo'lib qoldi. Albatta obunachilardan so'raymiz-da. Do'stlar, shu qalani 100% qurib bo'lganimizdan keyin izohlarga o'tib, o'mbalik sistemada baholang. Men bilishimcha parazitlar orasida uchadiganlari ham bor. Ya'ni agar qishloq ustini yopmasak, bu devorlardan bir tiyinlik foyda yo'q. Ha, to'g'ri. Axir ular parazit bo'lsa, juda ham tez rivojlanishadi. Aytgancha, bu oddiy oyna emas, u hattoki dinamit portlashini ham ko'taradi. Ha, faqat qo'lda o'rnatishga to'g'ri kelyapti. Va nihoyat tugatdik. Va bu men o'ylagandan ancha ko'proq vaqt oldi. Aytma, qo'llarim uzilib tushay deyapti. Tekshirib ko'raylikchi, sen aytgandek mustahkammikan bu oyna? Xitoyliklar aldamagan deb umid qilaman. Aytdim-ku. Ha, obsidiandek mustahkam ekan. Xullas, men yangi tuzoq o'ylab topdim. Uni faqat bir marta ishlatish mumkin bo'lsa ham, lekin butun boshli fazani yo'q qilishga yetadi. Ya'ni osmondan anvillar qulaydi. Ha, sen esa tajriba quyonchamiz bo'lasan. Xo'sh, men tayyorman. O't och. Parazitlar mening daholigim oldida tiz cho'kishadi. O'zi tagida turgan tugmaning vazifasi arvilni sindirish edi. Ha, vazifasini uddalay olmadi. Mana bu gilamcha esa yordam bera olishi kerak. Yaxshi, lekin bular olovli qurollardan yonib ketadi-da. Biz hali ulardan ko'p qilamiz. Shuning uchun kerak emas. Mayli, yerda qolaversin. Bu tuzoqni qancha balandda qursak, shuncha yaxshi. Bu oyna bilan anvilli tuzoq qancha joyni egallashini belgilab chiqyapman. Ha, o'sha yerga Porsche qo'y. Endi esa yana redstone bilan ozgina manipulyatsiyalar qilamiz, pastdan boshqarish mumkin bo'lishi uchun. Endi esa tekshirib ko'ramiz, qani Porsche qimirlaydimi yo'qmi? Qani qimirladimi? Negadir hech balo bo'lgani yo'q. Qayerdadir xato borga o'xshaydi. Ko'zing g'ilay desam ishonmaysan yana. Vohma qilmasang-chi, hozir to'g'rilayman. Xo'sh, test 2 hammasi ishlaydimi? Hurre! Bo'ldi, endi taxtachadan nusxa oldi, hammasini qo'yib tashla. Xato qilyapsan. Hamma taxtachalar Porschega bog'liq bo'lishi kerak. To'g'ri. Bu qanday ishlaydi? Bilsangiz, taxtachalar shunchaki havoda tura olmaydi. Buning uchun ularga qandaydir blok kerak. Bizning holatda esa bu blokni taxtachalarning o'zi o'tayapti. Bitta taxtachani sindirsa, qolganlari dominodek orqasidan ketadi. Yana sizlarga taxtachadagi maslahatga amal qilishni maslahat berardim. Xo'p, bo'ldi, tugatdik. Endi anvilni o'rnat. Hech bo'lmasa shuni qo'lda qilish kerak emas. Nima bo'lganda ham bizda parazit maydalagich 5000 tayyor. Maydalagich emas, ezgich bu, ezgich. Soq qiladi ularda. Bu kam bo'lsa ham, lekin ozginagina himoya bo'ladi redstone uchun. To'pponchaga o'xshab qoldi, qara. Parazitlar olovni yomon ko'radi, to'g'rimi? Demak, yangi ixtiroim ularga aniq yoqmaydi. Ha, parazitlarga bu aniq yoqmaydi, lekin sen o'rmonni yoqib yubording, ahmoq. Mayli, vaqt kam, shoshilish kerak. Parazitlar ham hademay kelib qoladi. Iloji boricha tezroq qishloqni bular bilan o'rab chiqish kerak. Albatta, bularning hammasiga redstone ham o'tkazishimiz kerak va albatta uzaytirgichlar ham o'rnatish kerak. Lekin iloji boricha kamroq, sababi uzaytirgichlar turgan joyda olovotarlar ishlamaydi. Bu esa o'z navbatida to'g'ridan to'g'ri bizning qalamiz himoyasiga